Xayrli tong azizlarim, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamadinglarmi, uyg'ondinglarmi? Biz oilaviy hammamizni sevimli kun ko'rsatuviga ketyapmiz. Rubyashka, Bibyashka va akajonim ukam. To'rttalarimiz birga ketyapmiz. Обязательно ko'ringlar. Juda ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Namaste. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Sevimli kun dasturi bugun mana shunday ajoyib kayfiyatda, o'zgacha bir ko'rinishda boshlandi. E'tiboringizga havola etilyapti, chunki bugun biz oilaviy havas guruhini taklif etganmiz. Biz oilaviy havas guruhi sevimli telekanalni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sevimli kun dasturiga barcha ijodkorlarga kattakon rahmat. Sevimli kun o'z nomi bilan juda ham sevimli, juda ham yaxshi ko'ramiz bu ko'rsatuvni. Samimiy, fayzli ko'rsatuv. یک خنده کنی گل یک خنده کنی گل لبی خندانت صدقه ای غنچه دهان زیر ای دندانت صدقه یک خنده کنی گل sevimli kunga omad. Azizlarim, uyga ham keldik. Rano holimda o'ynab yotibdilar. Salom bo'lib. Voy, o'g'alda Umarxon yotibdilar shirin bo'lib. Bugun Umarxonni aqiqasi. Orqada qo'y so'yilyapti, mana ko'ryapsizlarmi? Qo'y so'yishyapti. Allohim dargohida qabul qilsin, katta yigit bo'lsinlar, qori yigit bo'lsinlar, kamida akalariga va adalariga o'xshagan yaxshi yigit odam bo'lsinlar, ilohim. Bizga ham nasib qilsin. Shunaqa istoriyaga ne kam chiqyapsiz deb so'raganlar uchun 2 kun podryad 700 tacha odamga telefon qildim, havas qo'yishimga yozdirilganlar. Kimdirlar ko'tardi, kimdirlar yozdirildi, saraladikda. Ishoninglar, ko'tarmaganlarga 1 marta telefon qildim, 2 marta ham qilmadim. Kim agar ko'tarmagan bo'lsa, kimga telefon bormagan bo'lsa, mana shu raqamlarga telefon qilib yuboringlar. Qadrdonlarim, juda ham ko'pchilik telefon qilib, ana shosharlik bilan maylimi bir oyda o'rganib chiqib ketsam, 0 dan boshlab deyishyapti. Voy, vasha hayron qolma. Qanaqa qilib 0 dan boshlab 1 oyda o'rganish mumkin? 0 2 oy fundamentini o'rgatamiz-da. Lekin polniy hamma kerakli andazalarni hammasini o'rgatamiz. Bizda faqat asos andaza bilan o'rgatiladi. Bichishni o'rganasizlar, tikishni, model chizishi va o'qituvchilikni qaranglar. 5 ta kasb egasi bo'lasizlar. Birinchi o'rinda model chizishni o'rganasizlar, dizayner. Ikkinchi o'rinda andaza qilishni, bichishni va tikishni va eng asosiysi ustozlikni o'rgatamiz. Bu bitta kasbda aslida asli bo'lsa, bu yerda havas qo'yishinde 5 ta kasb egasi bo'lasizlar. Faqat qattim kirishish kerak bunga. Ani yuzaki qaramanglar. Xuddi Reels'dagi 1,5 minutlik narsa emas bu. Qattim kirishib 2 oy davomida faqat o'qish kerak. Faqat shunga cho'mbilib o'qishinglar kerak. Ana.